3. bölek 2. qism. Hoshimxon bakla xush bo'p ketdi. U yanchuqini qayta aqtirib, yenidagi pullarning hammani tutamlab elib bo'yga uzatdi. Balam, azraqli bagina bo'ldi. Buncha ketmaydi o'g'a. Eli xeridorlarga poch pul yondirib qolsang, ola dada, eli tomoq yasan. Yo'q, boshqa ishlarimga ishiltiva bo'ldi. Tomoqni eliman chiqqanda billi yemas. Ma'qul balam. Boy Hoshimxonning qo'lidan pullarni elib qo'yin yanchuqiga soldi. Orni yana jimjitlik bosdi. Ola hazal yarim soatlardan keyin ular bozorga yetib kelishdi. Hoshimxon harvisini bir chetga akilib to'xtatdi. Boy harvidan avaylab tushdi. Amsa men bozorga chirib chiqay dada. Eli tomoqqa billi chirimas. Ma'qul balam. Bozorda avaylasan, ha. Boy Hoshimxonning yenidan ayrilib, o'dil tarafdagi tor ko'chani ko'zlab mangdi. Bu to'mirchilar eshik deraza yasaydigan xalta ko'cha bo'lib, Boy o'zining nemishqa bu yoqqa mang'anini o'zimi bilmay qoldi. U o'zining shaharga ko'zini tekshirtishga mang'anini o'g'lining bilib qilishidan ansirab shundoq qilyotdi. Agar o'g'li buni bilsa, ansirab ketadi. O'g'li dadasining ko'zining ko'mas bo'lib kelayotganligini bilsa, hargiz turolmaydi. Qo'l ilkida yo'q o'g'lini xijil qilib qo'ydi. Shuni o'g'liga tuydirmay menish kerak. Avval berib doktorning gapini anglab beqib, ondan ahvoliga qarab, o'g'limga desammi kechikmasman deb o'yladi Boy. Boy xalt ko'chada qanchalik turganini o'zimi bilmadi. Satrashxonaga kirmadi. Yenida pul ozli tursa, nima qiladi pulni buzib? Keyin yastivasimi bo'ladi o'saqalni. Boy ostog'ani keni yenib cho'ng yo'lga chiqdi. Atrofga sağa ko'zi bilan zahn silib qarab chiqdi. O'g'lini mushi atrofda bo'lib qolmag'idi deb shundoq qildi Boy. Ammo ko'zi bir kimning chiroyini aniq farq qilolmadi. Shuning bilan u o'z mo'lcharida o'g'lini bozorga kirib ketib bo'ldi-ku deb o'ylab, asta qadamlar bilan qatnash bektiga qarab mangdi. Boy bir mashinaning yeniga kelib turishiga yenidilla Hoshimxonning ovozi chiqdi. Dada? Boy dang'ida cho'chib ketdi. U o'g'lining hech kira topolmay mushi atrofda turganini bilmagan edi. Shu u xuddi bir narsani yo'shirayotgan kishi boshqalarning oldida chinib qolgandek chiroy totirib, nima qilarini bilmay qattiq tamtirab ketdi. Bu yerda nima qilib yursan dada? Balam, shu Boy kichik boladek kekashladi. Yangi maqsadsizlik qo'yishtirib olgan qo'lini qayta chiqarib, bo'sh uvlab turib, o'zini o'ng'aysizlikdan qutuldirmoqchi bo'ldi. Balam, qarasam bu yerda turibsan. Nima? Kraning tayini yo'q o'xshamamda. Texi etdigan emasmi dada? Sal baza qo'yilsa kira chiqdi. Deb qo'ydi Boy o'g'lining sezib qolmaganini bilgandan keyin yenikdan elib. Satrashxonaga chirib, saqlingni oldirib ola dada. Eli besiq bo'lib ketdi. Ma'qul balam. Shundoq qilay. Boy ilojsiz kaniga yondi. U endi satrashxonaga kirib soqollarini yasatqach, o'g'lining bozorga kirib ketishini saqlamay amal yo'qligini his qilgan edi. Shunga o'zi doim kirdigan do'qmishdagi satrashxonaga qarab yo'l oldi. Dada, billi chiraymi? Yo'q balam, bo'ldi. O'zim chirayveraman. Heli xeridor kap qoladi balam. Bo'ldi, ishingni qilayva. Ma'qul. Hoshimxon xeridor saqlab qoldi. Boy satrashxonaga kirib ketdi. Ola hazal bir oshpishim vaqt o'tganda Boy soqollar ratlik yasalgan, chochlari pokiz tushirilgan holda satrashxonadan chiqib keldi. Necha vaqtdan beri qichishib orom bermagan beshiyniklab Boyning ruhi ko'tarilib qolgan edi.
O'g'limmi bakla zo'rlag'andi. Mana eniklab rohatlanibla qoldi desa. Oh, ko'rsatgan kunlaringga ming qatl shukr. Buvay atrofni ko'zi bilan emas, quloqi bilan, sezimi bilan bir hazo ko'zatdi. O'z tuyg'usida Hoshimoxonning yo'qligini jazmlashtirgandan keyin asta mengib yo'lning chetida to'xtatib qo'yilgan mashinalarning iniga bordi. Beshig'i kepki-chepki kiygan o'ruq egiz bola uning qo'lini uzatdi. Taga, shaychiramda? Ha bolam. Chiqsizlar. To'shibmi qoldi, hozirlamamiz, Ma'qul. Buvay mashinaning ishigiga put oldi. Şoför bola buvayning qo'ltig'idan yo'lashtirib mashinaga chiqadi. Bozor ishida Hoshimoxon kira izlab parvisini haydab yuratdi. Orqonni mahkam tutib, ko'zi yo'lda bo'lgani bilan xiyoli boshqa yoqda edi. Uning kallasiga dadisining bayotidan beri qo'lashmagan, yo'childa sezilgan qiliqlari kelib olgan edi. Dadam bugun nim bo'lgandi. Ajab gap so'zlari qo'lashmay boshqacha ulab qopti. U asli unda emas edi. Uninga bir ish bo'lmagandi, ha? Qiyirliq endi tutvatam deya bechora dadamni. Hey. Ras. Demisimi, u yashnab qolgandan beri bakli yolg'iz tashlanib qoldi. Mening uyimda turganda da yolg'iz qiynalib qolasan desam, zodi unamaydi. Shu meni uyi tor, qisilib qoladi deb oyaydi. Xotinliqo menimni omash qilyapti, dadamni bizning uyga achirib olayli deb. Kunda uyda bo'layotgan datalashmi, mushu dadam to'g'riliq. Dadamni bizning uyda turg'in demedilar. Sizlarga mushu eshak harvisi bilan bozor bosilib bo'ladi zodi deb xotinning ko'tildigini ko'tildi. Dadam bo'lsa yolg'iz yurib kunib qopdiman. Eginimni silib yotamaydi ekanman deb onamiga. Bugungi aptiga qarasam, bechora dadam bo'lakchili bo'lib qolgandek qiladi. Yo'q. Uni bugunli uyga akitay. Uy tor kelsa, hozir degan yoz. Men hoyilda challa ostida yozsammi bo'ladi. Ha. Uni bugunli uyimga ko'chirib ep kelay. Xotinimni xush bo'lib ketsin. Bo'ldi. Kirani qo'yib, hozirli dadamni topay. Hoshimoxon o'z xiyoldan hayajonlanib birdilla kaskinlik bilan arvaning tumshiqini orqaga burdi. Bozorga kiradiyini kirib chiqadi, yuk tortib chiqishga ko'ngan eshak quruq arvani tortib bozordan yong'inidan hayron qolgandek qadamlarini tez-tez elib yurib ketdi. Hoshimoxon ko'ngli chog' oldi, bir naqshi g'ingshig'inicha amdala ko'ktat bozorining do'qmishidan qayrilganda, dodis bilan tam qo'shni o'ltiradigan muallim qo'lida bir patmon yuk ko'targan holda uni to'sdi. Hoshimoxon, bozordan quruqli yenibsan-g'o. Bir ish bilan qaytib chiqyapman ma'lum. Qo'llarda kuchukni ma harvaga tashlaslar, og'iz chikday. Ma'qul. Qo'lim telib aralli tug'andim. Ajab balandchoqda uchurding juma ukam. Muallim qo'lidagi yuklarni arvaga tashlab joylashtirib olgandan keyin eg'iz ochdi. Bo'ldi. Arvani endi haydigan ukam, ha? Sizlarmi chiqsizlar ma'lum? Bo'ldi, men mangay. Eshiging tortamay qoldi hali. Yo'q, tortidi ma'lum. Chiqaversil deyman. Ular birdam salo-suli qilishgandan keyin muallim arvaga chiqdi. Hoshimoxon oldida eshakni yetilib mangdi. Shundoq qilib bozor bilan aplashib qolding-a, ukam? Shundoq ma'lum. Topalding-ku, qandaroq? Yomon emas. Mushu bozordan dangi qancha pulga mengyapsa? Baginni oldik ma'lum. Baginini olsang bu haq tas qoladi, seni bekor ishlatkili. Yo'l qarab baho bekitvasan bo'lmamda. Hozir hamminimning bahsi o'sdi. Kiram shundoq. Endi ular gap bilan bo'lib birdamning ichida dangning oldiga kelib qolishgan edi. Hoshimoxon dangning udulida to'xtab orqaga qayrildi. Ma'lum, yuklarni nega tushirib berman? Bo'ldi. Mushcha qila, ha?
Dangda harvan ba. Özem elvalman. Bo'ldi, malli tushiribtay malim. Bo'ldi. Hoshimxon yuklarni bir-birlab elib yo'lning chetiga qo'ydi. Ondan kayniga burilganicha muallim uning 5 yuan pulni uzatdi. Seni avar qildim, rahmat ukam. Az bo'lsa, meni sep qo'ygin, ha? Voy, bu nim qilganlar malim. Sizdan pul olsam bo'lmaydi. Sizlar degan meni o'qitgan. Shunchalik deginingga 1000 marta rahmat ukam. Ala. Bu degan ajrim. Yo'q. Sasla bu pullarni. Unda qilsang xop bo'lman juma. Sala buni sala. Zo'rladi muallim. Hoshimxon orqaga dojib, muallim pulni zo'rlab, ikkisi xeyli uzoq tirkashgan bo'lsa-mu, Hoshimxon muallimni zotli qoyil qilolmadi. Atrofdagi kishilar bu ikkisining qiliqiga qiziqsinib qarashatdi. Hoshimxon oxiri amalsiz pulni qo'liga ilishga majbur bo'ldi. Amsa, sal to'xtab tursam malim. Men bu pulni parchalab kelay. Yenimda parcha pul yo'qda. Nima? Mushu 5 ko'ydimi pul qaytaramsa? Amdi malim. Hey Hoshimxon. Bütün sürük bir adam, ha? Neçə min koyluq işe karus bilan bir munç yerdan palaqshib, xalqning hojatini ravo qilib, yani şu 5 koyni to'liq olamsan, ko'ngilchaklik qilib yursang, uyingni qandoq boqsa? Ma bozorda haminim o'z qiymati bilan, sen bu bozordagi tilamchi, sohil emas, xalqning baginini oldigan. Sen degan bir halol emgakchi. Öz emgikinin qiymetini özün qımısan, bu bazar xaqsan qıp bermeydi-de. Özün qadirlimsan, мәңгі muşundaq ötüp ketsə ukam. Əmdi sal uyqunu aç ukam. Ziyadi yavaşlıqmı yaxşılıq əkelmeydi. Sala az gap qılıb sala. Hoshimxon gap so'z qilolmay turib qoldi. Tova, bu muallim maktabdagi chog'dimi odamning xiyolida yo'q gaplarni qilib tanbih beradi. Bugungi gapimi ajab o'rinliq desa? Asta, malim. Hoshimxon bo'sh xudrab pulni yanchiqqa soldi. Bu uning odati edi. Xijolat bo'lgan chog'da boshqalarga tuzit qilganda u mushundoq bo'sh xudraydi. O'zining nima deyotganini o'zimi bilmaydi. Og'zi bilinar-bilinmas qimirlab turadi. Shunda qilg'ach o'zini o'ng'aysizlikdan qutuldirmoqchi bo'ladi Hoshimxon. Muallim Hoshimxonning yenidan ayrilib yetib, tuyuqsiz bir narsa yodiga yetgandek kayniga burildi. Har asukam. Dadaning ko'z qandaroq. Eshikning tumshug'ini burayotgan Hoshimxon hayronlik bilan muallimga qaradi. Dadamning ko'zi? Bovay demagan o'xshamamdi. Shu bolni ansirtib qo'ymay degandi balkim. Ajab ko'ngilchak inson-da bovay. Uning bir ko'z tutilib qog'ili nekam. Oq tushgan chig'va. Mana mening kerak. Akşam bovay et shag berib, doktoru ko'stiman deyotgan. Kilamigan o'xshaydi. Boradigan kuni o'zing billi yitlab apag'in. Tamtirab qolmiso yana, ha? Hoshimxonning quliqiga boshqa gap kirmadi. U muallimga xo'shmi demay, ko'ziga bir narsami ko'rinmay eshakni so'rab degudak menib, bozor sirtiga qarab yurib ketdi. Dadamning bugun boshqacha bo'lib kelishi bekor emas ekan-da. Yuragim bir narsani to'yg'andek qilgan zodi. Ma'u dodligim. Bichora dadam mashina bekatning oldida oldi kayniga timsiqlab yursa, xiyolimga kelmagandi. Hoshimxonning ko'zlaridan taramlab yosh chiqib ketdi. Ko'z oldi tumanlashgandek bo'lib, ko'ziga bir narsa ko'rinmay qoldi. U atrofidagilardan yoshirincha yangi bilan ko'z yeshini surtib olib, eshigini tezlatdi. Orliqda bir necha kishi uni sharatlab, "Voy, kira" deb vaqirsimu, quliqiga bir narsa kirmay, bog'on siri eshigini choptirishga boshladi. Bozorning chetidagi boyq sotrashxonaning oldiga kelganda, u harvisini tashlab sotrashxonaga kirdi. Baya do'konga mening dadam chiydimi? Oldirib tenab so'rdi u tonish sotrashdan. Chigan. Chechini oldirib shu zamon chikatdi. Qaysi tarafga borgandi? Bilmadim, sen qo'ymabdimi?
Hoshimxon satrashxonadan yenib chiqdi. U dadasining rostilla doktorga manganligini jazm qilgan edi. Dadasining orqasidan yetish uchun u harvisini bir yerga bog'lab qo'yib, tonish birisiga toplab qo'yishni ko'ngliga bukdi. Ammo turibli yana to'xtab qoldi. Dadam shayga mangan bo'lsa, yenida pul bor bo'lg'imdi. Asta, qaramamdigan. Yenimda ozroq pul bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Yanchuq ajab qo'rq bo'lib qoldi ya. Bayam ma'lum bergan 5 qo'ydan boshqa pul bo'lmasa, qanday qilgulik endi? Hoshimxon tonish birasi uchrasa 100 yuan qarz elish uchun tonish chiroy izlab atrofga qarashga boshladi. Atrofda o't o'ynaydigan kishilar xeli jiq bo'lsa-mu, o'dil kelgan kishidan qarz so'rashga bo'lmaydi. Xalqlar bozorda harviyitilab madikor ishlaydigan odamga osonlikcha qarz berish mumkin emas edi. Ammo qarz so'ramasi bo'lmaydi. Dadasining orqasidan tez yetib bormasa, dadasi u yerda tenab tamtirab qoladi. Dadasi og'riq siliq qolganda yenida bo'lolmagan o'g'ilni Hoshimxon mushularni xiyoliga keltirganda yuzlari o'tib ketdi. Xuddi atrofidagi hamma odam uning nafratli ko'z bilan qarayotgandek tuyulib, a'zoyi badani titrak o'lishib, chiroyimi o'zgarib ketdi. U shu turqida to'rt tarafga mo'ldirlab qarayotganda Mo'zuzning oldida bir poy oyog'ini yamatayotgan mahalla boshlig'ini ko'rib, yugurib degudak oldiga bordi. "Ha, Hoshimxon, bozorga mangdingmi?" Ha. Mahalla boshlig'ining chiroyida ancha umid yo'qligini sezgan Hoshimxon sal bo'shashdi. Shu dadam og'rib qilib. Ha. Mahalla boshlig'i beshini parvosiz lang'ishitib qo'yib, yonchug'idan tamaki elib bir tal tishladi. Hoshimxon nima qilarini bilmay birdam ishkilinib turib qoldi. Ammo muhtojlik uni qayta g'ayratga keltirdi. Sizga ozroq ojitim tushib qolgan teminami? Ha, degina qani. Dadam og'rib qolganda, shunga ozroq pul lozim bo'lib qilib. Nechilik bo'lsa edi-da. 100. Yo'q. Hoshimxon o'ylanib qoldi. 100 qo'y nimaga yetadi? Dadamni tekshira. Tomoq ye. Yana yenib kelishga ko'proq so'ray. Keyin bir amal qilib qaytiraman. 500 qo'y bo'lsa yetadi. 500 qo'y? Hozir yenimda unchalik pul yo'q-da. Tushdan keyin ishxonamga chiramsa, yo'lni qilib qo'yay. Mayli. Hoshimxon lossida bo'lib qoldi. U bo'shashgan qadamlari bilan orqaga yonmoqchi bo'lib edi. Mahalla boshlig'i uni chaqirdi. "Oy, Hoshimxon. Aras, o'tganda seni qiyinchilik bor oilalar qatoriga tizimlab qo'yay deb ayolingdan xabar berib qo'ysam, chimiding-ku?" Shu Hoshimxon beshini qashlab turib qoldi. Ras, bir chaqda xotini bozordagi damda shundoq bir gapni qilgan. Anglasam, mahalla boshlig'i hukumat bergan narsani bekorga berish chidimay, bizni uy ishiga soladi. Uningdan ko'ra tizimlatmayman debsan-ku. Hoshimxon hayron qoldi. Ras, u shundoq degan. Qiyinchilik bor oila bo'lib tizimlanganlar mahalla boshlig'ining uyida qig'i chiqirdigan, etizning qirini oladigan, xomon so'raydigan, suv tutadigan ishlarni qig'inini netchi ko'rib, shunga gadini qo'ymagan. Ammo mahalla boshlig'i bularni nadin anglab qoldi-kina. Hoshimxon nima deyishini bilmay yerga qaradi. Boshqalarning oldida qilgan gapi yuziga silingandan ortiq satchilik bo'lamdi. U endi qarz elish ishidan umidin o'zib, ostog'ini orqaga yondi. Mahalla boshlig'i uning orqasidan qo'shib qo'ydi. "Chaqchaq qilib qo'ydim. Tushda ishxonaga bor. Men pul tayyorlab qo'yay." Hoshimxon gap so'z qilmay harvisining yoniga ketdi. Mahalla boshlig'i uning orqasidan qarab qo'yib,
tutgan oyog'ini kiyishga boshladi. Hoshimaxon eshigini yetilab qaytadan bozorga qarab mangdi. Ammo kira izlab emas, o'tganda eshigini sotgan uloq bozorining do'qmishini ko'zlab yurib ketdi. O uloq bozorining do'qmishiga kelganda sho'ts yerga yotqizib qo'yilgan bir harvi ustida g'ujmak bo'lib tomoq chekishib o'ltirgan bir necha bedik Hoshimaxonni ko'ribla turrida o'rinlardan turishdi. Eshakni sotamsa? dedi o'tganda eshigini olgan burtliq kishi sapsiriq sarg'ayib ketgan tishlar orasidan chirtdi birini tukirib qo'yib. Ondan eshakning quyruqlarini qayirib ko'tiga shapaloqlashqa, tishlarini ko'rib tuklarini tortib beqishga boshladi. Hoshimaxon ular ko'rib bo'g'ichi undimay qarab turdi. Daim mushundoq o'lim tukbirni bilan haydab akiladigan bal ekansa. Degina, necha berman? 2000 basla. Arabığı belenmağıdı. dedi Hoshimaxon eshikning quloqlarini siylaganicha. Arabığı mangmamdı, onun bilan ishim yo'q degina. Manga 4 puti yadasab turib basa, semiz bo'lsa bo'ldi. Tashda mashinaga besib opirib, lobanga sanat o'tkazaman. Shunga qotir eshigingning turqiga qayrab pul beraman. 900 ga taving bormi? Kam bulab qoldi aka. Ey, sana o'zing degan 2000 ning hammini to'liq bersammi, kiming putmaydi degina. Bulabdi. 20 ni qo'shay. Qayda? Kam bula. Saq 50. Kam. Saq qilma apulni. Kam. Amisa baza ko'rib baq. Ayni baza. Bedik qo'lini qiqishtirib neri ketdi. Hoshimaxon sal ishkilinib nima qilarini bilmay turib qoldi. Bu bedik Mo'shu bozorning eng cho'ng to'ppishimish. Bu bozorda shu bedikning degani degan deb Hoshimaxon o'tgandala anglagan edi. Boshqalar bu bedik qo'ygan bahodan o'rimal ololmaymish. Hoshimaxon bahoni sir qistirayotgan kunga ko'zini qisib qarab qo'ydi. Kun chinqi tushga yaqinlab qolgan edi. U sal oldirab qoldi. Chunki bu yerda yana tortishib yuravergan bilan bo'lmaydi. Bu chaqqichi dodisi. Bo'labdi. Asla. Hoshimaxon o'zini sezmasdan lafzi beribdi. Bedik o'rnidan erinchaklik bilan qo'zg'alib turdi. Eshakni qayta oylanib, sag'irlarini shapaloqlab tutib, mo'tab boqqandan keyin tamoq deg'i bilan sarg'ayib ketgan barmog'ida pul sanashga boshladi. Mana pul. Ağamçı bilan noqtangni kela baza kuni mishadin tepol, Ma'qul. Boshqalarniki bilan olmishib ketmisan aka. Voy, tezak ketib qolgan bu bir nimangni kim almashtirib oldi? Shundoq bo'lsa-mu daymina. Hoshimaxon eshakni chiqarib bedikning qo'liga tutqizdi. Ondan quruq qarvining sho'tisiga o'zi kirib, qarvini yetilab bozorning sirtiga qarab mangdi. Bu uning ikkinchi qitim quruq qarvini elib bozordan qaytishi edi.